Inson umrida shunday qadrli kunlar bo'ladiki, u kunlar mehr, quvonch va samimiy tilaklarga to'ladi. Bugun ham ana shunday unutilmas lahzalardan biri tug'ilgan kun. Bu shunchaki yoshga yosh qo'shilish emas, balki ortda qolgan go'zal xotiralar, erishilgan yutuqlar va oldinda kutayotgan yangi orzu-maqsadlar bayramidir. Shu go'zal kunda barchamiz ezgu niyatlar bilan yig'ilib, bugungi bayram egasiga eng samimiy tilaklarimizni yo'llash uchun yo'l olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum akajon. Sog'misiz, salomatmisiz? Abdurahmon aka bilan bog'landimmi? Aha, men Siz bilan tug'ilgan kun tabriklari loyihasi kutilmagan qo'ng'iroq sahifasidan bezovta qilib turibman. Akajon, bugungi Allohimizga ne'mat, Habibimizga umid bo'lgan tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz muborak bo'lsin. Alloh Alloh umringizni ziyoda qilsin, taningizni sog' va omon, baxtli, saodatli yashamoqlikka Robbimni o'zi musharraf aylasin inshaalloh. Rahmat opa. Akajon, bugun sizni tug'ilgan rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Bugun sizni tug'ilgan kuningiz, shukronalik, shodiyonalik ayyomingiz bilan tabriklash uchun juda ham chiroyli bo'lgan samimiy niyat, tilak, tabriknoma xatlari yetib kelgan ekan. Shu o'rinda bir savol berib o'taman. Nima deb o'ylaysiz, bugungi tabriknomani kim, qay bir yaqin mehribon qadrdoningiz yuborgan bo'lishi mumkin? Tabriknoma bolalarim bergan bo'lsa kerak. Yana kimdan bo'lishi mumkin? Yana uydalarda ota-onalar. Akajon, bugun sizni tabriklash uchun oila a'zolaringizdan sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi, bir umrlik yoningizdagi hamrohingiz, ahli ayolingiz Shohidaxon opamiz tabriknomalarni yuborgan ekan. Qolaversa, o'g'lingiz Abdumalik, qizingiz Oyizodaxon, qolaversa kichik o'g'lingiz Abduvohidjon, qolaversa barcha yaqin qadrdonlar, ota-onangiz Muhsin ota, Shahribonu ona, qolaversa hamma yaqin qadrdonlar eng go'zal sira samimiy niyat tilaklarini siz uchun yuboribdi, sizni tabriklash uchun, xursand qilish uchun. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Doim Rahmat. oilangizga bosh bo'ling, farzandlar baxtini, rohatini, kamolini ko'rishlikni Alloh nasib aylasin deyman. Qolaversa, bugun Abduvohidjonni ham tavallud ayyomlari ekan. Shu munosabat bilan biz ham jamoamizdan, barcha yaqinlaringiz nomidan ularni ham chin yurakdan samimiy muborakbod etib qolamiz. Yuzingizni yoritadigan, hamisha faxr hissini berib turguvchi oqil, solih farzandingiz bo'lsin inshaalloh. Rahmat. Alloh aytgan kelsin. Sizlarni ham ishlaringga omad. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Rahmat bo'ldi. Bizni ko'ynimizda o'yapsizlar, sizlar Alloh ko'nglingizni olsin. Inshaalloh, Alloh rozi bo'lsin. Ishlaringga omad. Rahmat akajon, va ayolingizni, farzandlaringizni sizga atalgan tabriknomalarni o'qib eshitiraman, maylimi akajon? Mayli. Alloh rozi bo'lsin va marhamat qabul qilib olasiz. Turmush atalmish bu buyuk qo'rg'onda, suyanganim tog'im, sultonim begim, tengingiz yo'q bu jahonda, baxtimni qasrida xoqonim begim. Assalomu alaykum. Qo'rg'onimiz poydevori, muhabbati bepayon bo'lgan mehribon umr yo'ldoshim. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizdek yuragi toza, mehribon, oilaparvar inson bilan hayot yo'llarimni bog'laganligi uchun Allohimga doim shukronalar bo'lsin deyman. Siz meni ishonganim, suyanganim, Allohim baxtiya bergan hamrohim, mehribon umr yo'ldoshimsiz. Inshaalloh oilam, farzandlarim deb qilayotgan mehnatlaringizni Alloh o'zi
cheksiz ajr ehson mukofot bilan siylasin. Topganlaringiz yaxshi kunlarimizga, to'yu hashamimizga buyursin. Sahiy boylar safida bo'lib yuring. Sizni juda yaxshi ko'raman inshaalloh. Ko'rganlarimiz go'zal yurtlar, Makkatulloh, Madina, Ka'batulloh bo'lsin. Siz hojiyati, men esa hojona degan unvon maqomlarni egasi bo'lib yuraylik. Sizni juda yaxshi ko'raman va doimo baxtimga omon bo'ling deyman. Sizni mehribonligingiz, g'amxo'rligingiz, har bir ayol havas qila oladigan baxtni menga berganingiz barchasi tahsinga loyiqdir. Farzandlarimni mehribon, qahramon dadajonisidirsiz. Allohim inshaalloh hamisha sizni yaxshiliklarga yondosh qilsin, yomonlaridan yiroq qilsin. Baxtimizga omon bo'ling. Sizni juda yaxshi ko'raman. Shunday go'zal, mehribon umr yo'ldoshim, shunday sadoqatli, doimo farzandlari uchun borini ayamaydigan, ularni qahramon dadajonisidirsiz. Allohim faqat va faqat baxt sari, go'zal kelajak sari dadil qadam tashlamoqlikni, baxtli oilamizga hech qachon ko'zlar tekkizdirmasligini duolar qilib so'rayman. Sizsiz hayotimni hech ham tasavvur qila olmayman. Siz meni eng mehribon insonim, hayot yo'llarimdagi eng kerakli insonimdir. Siz tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Borligingiz mening uchun katta baxt. Zulmat ko'nglim yoritganim quyoshim, sizni menga bergan Robbimga rahmat. Boringizga shukr umr yo'ldoshim. Ko'nglim ko'tarasiz shirin so'z bilan, yig'lasam artasiz ko'zdagi yoshim. Men juda baxtliman begim siz bilan. Boringizga shukr umr yo'ldoshim deya akajon mana shunday go'zal, chiroyli, samimiy niyat tilaklarni bugun siz uchun ahli ayolingiz, farzandlaringiz yuborgan ekanlar ushbu go'zal kunda. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Inshaalloh. Rahmat, xursand bo'ling. Inshaalloh. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin akajon. Kuningiz doim fayzli, barakali o'tsin. Oilangizga bosh bo'ling. Ahli ayolingiz bilan farzandlaringizga to'y hashamlar qilishlikni, etak nabirlar sevib inshaalloh qarili gashtini surishlikni nasib qilsin Allohim inshaalloh. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Rahmat, xursand bo'ling. Rahmat akajon, sog' bo'ling. Rahmat. Solgin zorimga, dildagi ozorimga, nurlaring soch beminnat safardagi yorimga, ul musofir yorimga. Quyosh sog'inchlarim ko'p rivoj topdi, bunga yo'q iloj. Mehrim nurlarini soch safardagi yorimga, ul musofir yorimga. O'zga yurtda dil bog'im, umr yo'ldosh hamrohim, panoh bo'lgin Allohim safardagi yorimga. O'zga yurtda dil bog'im, umr yo'ldosh hamrohim, panoh bo'lgin Allohim safardagi yorimga, ul musofir yorimga. Safardagi yorimga, bulut topmayin nihoyat, ayt sevgimda
safardagi yorimga, ul musofir yorimga. Tun hijronga chora yo'q, sadoqatim dilda cho'q, bizdan ko'ngli bo'lsin to'q. Safardagi yorimni shamol esib borib ayt, ko'z yoshlarim qo'rib ayt. Sog'inaman men har dam safardagi yorimni, ul musofir yorimni, ul musofir yorimni. O'zga yurtda dil bog'im, umr yo'ldosh hamrohim, panoh bo'lgin Allohim safardagi